Assalomu alaykum. Men Jabbor Fasldan Dino tadbirkorlar fidoki instituti xorijiy til adabiyoti va ingliz tili yo'nalishining 4-bosqich talabasiman. Bugungi mavzuyimiz Alisher Navoiy va uning hayoti va ijodi haqida bo'lib o'tadi. Alisher Navoiy 1441-yil Hirot shahrida tavallud topadi. Alisher Navoiy asosan bir qancha ta'limotlarni egallaydi va u fors, turkiy va boshqa tillarni o'rgana boshlaydi. Alisher Navoiy g'azal turk devoniy asarini yozgan, keyinchalik Hamsa asarini. Alisher Navoiy asosan 1441-yil 9-fevralda Hirot shahrida tavallud topadi. Alisher Navoiyimiz asosan bilimga chanqoq insonlardan bo'lib, hozirgi kunga qadar uning asarlari bizgacha yetib kelgan. Alisher Navoiy hozirgi kunda 585 yoshni qarshiladi. U asosan romanlari va she'riyatlarda bolalarga ta'lim berish, madaniyati, xulq-atvorlarni yaxshilash kabi fazilatlar yotadi. Alisher Navoiy asosan insonlarga odillik va mehr tushuncha tuyg'ularni yaxshilab berish, insonlarni yomondan ajrata olish, mehrni faqat sevgida tushunish kerak emas, boshqa narsalarda ham mehr berish, o'zi xohlagan sohani yaxshi egallab, unga mehr qo'ya olish va jamiyatga moslashish, o'zidagi kamchiliklarni to'g'ri olishni Alisher Navoiy she'riyatlarida, g'azallarida ko'rishimiz mumkin. Alisher Navoiy bir qancha asarlarni tarjima qilgan va u hozirgi kunda mashhur bo'lgan 5 ya'ni Hamsa deb asarlari hozirgi kunda ham badiiy film, kino talqinlarida ham, kitob shaklida ham yoritib kelinmoqda. 5 Hamsa asarida Farhod va Shirin, Layli Majnun, Sabboi Sayyor va boshqa asarlari mavjud. Alisher Navoiy 1501-yilda vafot etadi. Keyinchalik uning nomiga bir qancha muzeylar, oromgoh joylar ochiladi. Toshkent viloyatida uning nomiga o'quv markazlar, ta'lim dargohlari beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.